Bugundan taroveh namozlari boshlandi. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, kirib kelayotgan Ramazon oyingiz barchangizga muborak bo'lsin. Bugundan taroveh namozlari Xudo xohlasa masjidlarda o'qilish boshlanadi. Quyidagi jadvalda esa taroveh namozlarini soat nechada o'qilishlari keltirilgan. Misol uchun, quyidagi ekrandagi jadvalga qarasangiz, Toshkent shahrida bugun taroveh namozi 20:30 da o'qilinadi ekan. Masalan, Buxoro viloyatida esa 20:40 da. Xo'p, taroveh namozlari 27 kun davomida o'qilinadi ekan. Hozir men sizlarga kuniga necha sahifadan o'qilinishi haqida ma'lumot ko'rsataman. Ushbu jadvalda esa taroveh namozlarini kuniga necha sahifa o'qilishlari Qur'oni Karimdan ko'rsatilgan. Birinchi kuni bugun Baqara surasini 1-oyatidan 202-oyatigacha o'qilinar ekan, ya'ni 30 sahifa. Ya'niki ko'rib turibsizlar, 6 kun mobaynida 30 sahifadan, keyin esa 20 sahifadan o'qib boriladi ekan. Va yana qolganlari quyidagi ekranda ko'rinib turibdi, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, demak, taroveh namozi 27 kun mobaynida masjidda o'qilinadi ekan. Xo'p, ayollar ham o'qiydimi degan masalaga kelsak, ayollar ham o'qisalar bo'ladi. Bemalol o'zlari xufton namozi vaqti boshlanganda o'qisalar bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana shu ekrandagi vaqtlarga qarab bemalol uyda o'qisalar bo'ladi ekan. Taroveh namozini agarda siz o'qishni bilmaydigan bo'lsangiz, bizda YouTube kanalimizga kirsangiz, YouTube kanalimizda batafsil video qo'llanma qilganmiz. Yoki bo'lmasa mana shu ekranda oxiriga hozir chiqadi. Ekranda oxirida chiqadi, bemalol ustiga bosib o'rganib olsangiz bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa video ostida yozib qoldiring, qo'ldan kelgancha yordam qilishga harakat qilamiz. Ramazon oyi taqvimlarini ham biz YouTube kanalimizga yuklab qo'yganmiz. YouTube'da qidiruv bo'lganda Ramazon taqvimi yozsangiz, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Yana bir bor kirib kelgan Ramazon oyingiz muborak bo'lsin.